Bismillahirrohmanirrohim. In Kavsar surasi. Inna deb mana mad munfasil kelyapti. Ya'ni mad 4 harakatgacha ixtiyoriy cho'zsa bo'ladi. 2 cho'zish shart, 4 6 cho'zish ixtiyoriy bo'ladi. Nun idg'om bo'lib tashdidli kelganligi uchun g'unna qilib ushlab turamiz. Inna a'toynakal kawsar. A'toyna mana o yo'g'on harf o'ga o'qilyapti. Nundan keyin mad tabiiy bor. Kal ulab olamiz, lamni sukunini to'g'rilab beramiz. Kawsar fasolli keyin li robbika. Wanhar ham va anhar demasdan o'rtada alif o'qilmaydi, vavni nunga urishtiramiz. Wanhar inna g'unna kelyapti. Inna shani'aka mas shani'aka huval abtar. Huvalda lamga urishtiramiz, lamni sukunini beramiz. Abtar mo alifni ustida hamzani ustida a o'qiymiz. Abtar ba'da qalqili kelyapti. Alloh manfaatli qilsin.